Kıyımı işlermişti ha doktor. Hurmatli aka ukalar, mana bugun bizni ish kunimiz Furqat rayoni Furqatdamiz. Simental Golshten sigirlar biz Niktorobakteriyoz kasalligi bilan davolagan keldik. Tuyoq kasal bitta, asosan sigirlarimiz sut yo'nalishida ekan. Bir yaqin akaxonimizni xonadoniga tashlab buyurganmiz. Simentalni qarang, simentalga baho beringlar aka. Ikkinchi qoringa bo'g'oz ekan. 35 litr suti bor ekan. Mashallah. Kim biladi shuni nimaga bunaqa qilib ichishadi suvda? Bilganlar kommentariyaga yozinglar. Simentalni sifatini qarang, simentalni. O'ynashishni qarang bularda aka. Hammamizni uylarimiz, xonadonlarimizda shunday mol boqishlar nasib qilsin. Havas qilganlar bittadan like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Bizda birinchi marta kuzatib borayotgan bo'lsalaring, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yasizlar. Biz chiqarib borayotgan videolarimizdan birinchilardan bo'lib ko'rishni muntazam bo'lasizlar. Mana o'zimiz dehqon akamiz. Akamizni bir syomkaga tushunga kelsak, tushmayman aka, bemalol siz olavering dedi. Uyalaman deb chiqmadi syomkaga. Hozir tuyoq kasalligi bo'yicha bu molimizda tuyoqlarni kesdik, o'sib ketgan ekan, o'ta remont qildik tuyoqlarda. Mollarda tuyoqlarni kesib bo'ldik. Hammalari yaxshi, zo'r sifatlari. Yurishlari ancha yaxshi bo'lib qoldi. Sifatini qarang, buni aka sifatini 35 litr naq sut berar ekan bular. Harmanim bor, harmanim. Nasıl simental etsinlikle olup koyuyorsun? Aka necha litr sut beryapti bularingiz? Necha litrdan sut beryapti? Shu 20 litr beradi. Qaysi biri? Olami? Simentalchi. Simental endi hozir 7-8 oylikmi, 7 oylikda, 7,5 oylikmi bo'lsa. Kami 10 ta hozirgi. Zo'r aka.